Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Estaizu billah. Qul ma ya'ba'u bikum robbi laula duaukum." Sadaqallohul azim. Oyatning ma'nosi shuki, ayting ey Muhammad alayhissalom, agar sizlar Allohga duo qilmaganingizda, Alloh sizlarga ko'ngil burmasdi. Aziz birodar, Alloh bizga ko'ngil burayotganligi albatta Allohning rahmati va o'sha holatda ham bizdan talab qilingan bir duoni sababidan Alloh taolo bizga ko'ngil burar ekan. Duo bu muxul ibodah, ibodatlarning mang'izi. Duoni agarda inson haq chin qalbdan qiladigan bo'lsa, yuqori darajada qilinadigan bo'lsa, bu duo insonni Allohga yetkazadi. Duo bu ulug' amal. Duo insonni haqiqiy qulligini bildiradi. Sababi duo degani inson o'zini bir past qilib Allohning oldida, Allohga duo qilib iltijo qilinishni, Allohga yalinishni, yolvorishni bu duo deb aytamiz. Shuning uchun azizlar, har birimiz duo qilishga harakat qilaylik. Duoda katta ish bor. Albatta, duo bu ulug' amal, lekin u vaqtlarga qarab, balki bir holatlarga qarab duoni darajasi yuqori va past bo'lib turadi. Masalan, farz namozlardan keyin tahajjud namozlarida qilingan duo bu yaxshi, afzal duolardan bo'lib hisoblanadi. Va shuningdek, musulmonni orqasidan g'oyibona duo qilishlik ham bu Qur'onda va hadisda sabit. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi, mu'minlarning sifatlarini bayon qilib, Robbana ufil lana va lil mu'minin. Alloh bizlarni kechir va boshqa musulmonlarni ham kechir. Ya'ni biz namoz o'qiganimizda va boshqa vaqtlarda g'oyibona turli tuman mamlakatlarda yashagan, bizdan o'tib ketgan, biz tanigan, tanimagan barcha mu'minlarga duo qilishlik bu Qur'onda ham zikr qilingan. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisi Sahih Muslimda keladi. Agar musulmon bir inson, bir musulmon odam boshqa bir musulmon birodariga duo qilsa g'oyibona, ey Allohim, falon birodarimiz gunohini kechir. Ey Allohim, falon birodarimning hojatini bitir. Ey Allohim, falon birodarimga shifo ber deb duo qiladigan bo'lsa, illa qalatil malaika. Albatta o'sha duoni orqasidan farishtalar aytarkan, valaka bimislin. Sizga ham Alloh shunchalik narsalarni bersin. Ya'ni qancha duoni g'oyibona boshqa birodarlarimizga qiladigan bo'lsak, o'sha duolar qaytib o'zimizga kelar ekan. Shuning uchun azizlar, imkon qadar duoni o'zimizni o'ylab duo qilolmasdan, balki boshqa musulmonlarni ham o'ylab duo qiladigan bo'lsak, inshaalloh bizning duolarimiz muassir bo'ladi, foydali bo'ladi, ta'sirli bo'ladi va o'sha duolarning sababidan Alloh bizga ham manfaat nasib qiladi. Alloh taolo doimo duo qiluvchi insonlardan qilsin.